Bugun sizlar bilan juda ham oson, kam xarj, uy sharoitida tayyorlanadigan keks tayyorlashni o'rganamiz. Xona haroratida yumshagan 180 gram margarin yoki sariyog'ni idishimizga solib mikser qilamiz. So'ng 250 gram shakar, 4 osh qoshiq limon suvi va limon sedrasini solib, bir roviyani mikser qilishda davom etamiz. Yana ham saqlab olishingiz uchun masalliqlar aniq grammini opisaniyada yozib qoldiraman. Va ketidan 2 dona tuxum solib, yana mikser qilamiz. Uyingizda turib qolgan qatiq yoki kefir bo'lsa ham bo'laveradi. Ketidan 200 gram kefir solib, mikser qilishda yana davom etamiz. 300 gram elangan un, 50 gram jo'xori kraxmali va 15 gram razrixritel solib, mikser oxirgi jarayonini qilamiz. Massa ko'rinishi shunaqa kashasimon ko'rinishga ega bo'ladi. Shu ish jarayonida oldindan pechimizni tepa-pastini baravar yoqqan holatda qizdirib turamiz. Qolipimizga sariyog' suramiz, ustidan un sepamiz. Shunday keks yopishib qolmaydi. Yarim tayyor bo'lgan massamizni qolipimizga qo'yib olib, qizib turgan pechimizda 160 gradusda 40-45 minut davomida pishirib olamiz. Kam xarj, osongina, tezgina tayyor bo'ladigan keksimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Doimgidek yurakchalaringizni kutib qolaman.